Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Bu tog'liq kentning dengiz yuzidan egizligi 1500 metrlar atrofida. Bugun nihoyatda chiroyli bir kun bo'ldi. Shunga havo sal sovuq bo'lsa-mu, kentimizdagi bu o'rmonlikning ichiga kirib kashqaraygan mezgilda bir asar o'qib beray dedim. Bugun Məmtimin Hoşur'ның Nozgum namlıq povestinin en ahırkı bölümünü okuyumuz. Andın koşumça meşhur Uygur, yani 100 meşhur Uygur namlıq bu kitaptın Nozgum hakkındaki bayandın biraz okuyup berimin. Maqul emse başlavattık. 11. bab. Moytuңзыда. İningdek bolsa xotun salımı pak, bu mancular zulümü ana nedir bak. Buningdek bolsa xotunlarca ali, tapar cennet bozenlerde kamali. Nozgum ruhiga haq rahmet etsin, şehit ali mukami özre yetsin. Molli Bilal Nozgum'dın. Nozgum küredeki garbi yağmurga qamalgan edi. Xanның Nozgum to'g'risidagi buyrug'i 40 necha kunda aran yetib keladi. Xalliq muhr besilgan bu hukmnomaga bu xat kechida yetib borsa, kunduzga qoldirilmay o'ltirilsin, kunduzi yetib borsa, kechiga qo'ymay o'ltirilsin deb yozilgan edi. Jangjun mahkamasi Nozgumni G'ulji shahri yanidagi Moytuңзыda o'ltirib, kallasini shaharga esib, xalqqa ibrat qilishni jakarladi. Moytuңза şəhərinin şərqi tərəfidəki döng üstüdə idi. Bu günü Moytuңзыға baradigan çoğ yolda adamlar sel болып axdı. Onlarның içində ömrünün tаңdın tolusunu kusida mükçüyüp olturub ötközgən mozdozlar, şəhərinin satraşları, tömürçiler, qo'llari sarg'ayib ketgan ko'nchilar, atrofdagi sahrolardan kirgan oq malaxayliq dehqonlar va boshqa hamma kasbdagi odamlar tepilatdi. Nozgumның putuğa iğir keşen, boynuğa yağaş taqaq selingan bolup, onu 3 at qetilgan qapaslik arbaga olturg'uzib akilishdi. Çerikler yupurlup kelavatgan xaloyiqni rahimsiz qamchilab, ikki tarafga sürüp yol açatdi. Xalq bu batur qizni yaxshiroq ko'rib olish uchun top ichidan boshlarini so'zishatdi. Onu hayroholiq tuyg'ularga to'lgan ko'zlari bilan uzatishadi. Çin əməldarları Nozgumның qo'llarini mahkam bog'lab etgan bo'lsa-mu, uning og'zini to'sib qola olmadi. Qiz arzu umid va qayg'ularini naqshi bilan aytib, xalqqa o'z muңini to'kib keladi. Manjularning yangzisi g'ulatcha bor g'angzisi, chaqay desam chiqilmas qo'limdagi ko'yzisi. Moytuңзыда çapqanda mən u yerdə ölərmən, mollalarının sözücə ali şehit bolurmən. Adamlar cimcitlikqa çöküp, əgişib maŋatdı. Naqşının hər bir sözü, naqşı aytıyatqan qızның hər bir tiniqi ularning qalbiga iqib kiravatqandek to'yilatdi. Hamma bu ippatlik qizning taqdiriga ichinishadi. Onun qahramonligiga opirin o'qishatdi. Döng ustidagi keng maydonga yetib kelganda cheriklar düp-dügülek doira bo'lib kishilarni to'sidi. Nozgumni bu doira o'tirisiga akirib harbidan tushirdi. Jallod boshlig'i uni tizlinib o'ltirishga buyurganda qiz yuzini qibliga qartib o'ltirdi. Butun maydon cho'nqur sukutga cho'kdi. Shu tapda hammaning yuragini g'azab o'rtaydi. Har kim bu yukinib o'ltirgan qizni qutuldirib kelishni izlaydi. Har kim o'z ichida bu xo'rliq va zulmning cheki bormi deb mushtumini tugatdi. Lekin har bir vijdon egisidagi bu g'azab ushqunlarini birlashtirib, guldirlab yongan yolqinga aylantiradigan yo'l boshchi texi bu maydonda yo'q edi.
Bir jallat Nozgumning oldiga o'tib, qilichini shartildatib belashga boshladi. Bütün maydonni o'lim vahimasi bosdi. Lekin bu o'limning Nozgum uchun hech qancha dahshati yo'q edi. U to'yliq chimildiqi ichida Shisan mazini pora qilib tashlagan chig'idala o'zini bu o'limga atab qo'ygan edi. Shu minutlarda u men ota vasiyatini o'rinlay oldimmi yo'q deganni o'ylaydi. O'zining pokligi, zo'ravon kuchlarga bosh egmaganini o'ylig'inida u dunyoda har qanday qerindishimga yo'riq yuzim bilan qariy olayman deb hozirlanadi. Nozugum oppoq bulutlar bilan bezalgan ko'p-ko'k osmonga qarab kulimsiradi. Shu chaqda orqadan jallat boshliqining o'zi kelib, qizga tuyuqsiz qilish urdi. Nozugumning beshi maydonga uzilib tushib, uning uzun chochlari tuproq ustiga yeyildi. Jallat boshlig'i qon timib turgan qilishni yalab, g'ilipini soldi-da, ig'onlab berib, qizning kesilgan beshini elib, xaltaga tashladi. Nozgumning o'lim xabari atrofga ushqandek taraldi. Bu xabarni anglagan ko'zichining qo'lidan ko'zisi tushib chiqildi. Choch elayotgan satrashning qo'llari to'xtab qoldi. Momaylar ko'zdan taramlab yosh to'kildi. Bovaylar qo'lini duoga ko'tardi. To'mirchi bulqisining sepiga engekini tirab xiyolga patdi. Ar tutgan deqon oq malixiyini beshidan elib, g'azabda mejib tashladi. 12. bab. Qisas kechikmaydi. Pelakka tangridak bo'lsam hukmron, pelakni tamoman qilatdim gumron. Yasaydim yengidin shundoq bir pelak, yetatdi maqsadga yaxshilar shu an. Ömer Hayyam. Nozugum moytonzida chepilgan kuni tushdan keyin sepil yaqisi yenidiki çayxana oldiga bir to'p otliqlar kelib tushdi. Bu odamlarning usti-beshini basqan qilin chang'a qarab, ularning uzun yo'llarini besib kelgan kishilar ekanligini belgilab bo'ladi. Bular Hasan Darvish bilan Baqi boshligan yigitlar edi. Ular azodrak o'ltirib choy ichish uchun choyxonaning orqasidagi talliqqa chiqishdi. Talliqqa shaharning bir muncha bekorchi odamlar yig'ilgan edi. Suv bo'yidagi kichkina supa ustida bir qiyri sozanda o'ltirib, satar bilan nag'ma qilyotdi. Baqining odamlari bu yerda Nozgumning bugun tushda o'ldirilganligini anglagandan keyin hech kimning kelidan bir tishlam narsa o'tmadi. Hammasini ig'ir sukut bosdi. Qiyri sozanda muqam etmoqda edi. Satarning taralaridan chiqayotgan nola muqamchining miskin ovozi bilan qo'shilib, anglovchining yuragini titirtatdi. Kishining ko'z oldiga murodiga yetolmagan oshiqning, bolalari och yalang'och qolgan yo'qsulning, judulliq kunlarda kash qolgan yo'lovchining ichinishliq holi kelib, ko'z yosh to'kayotgan onaning faryodini anglagandek bo'ladi. Ko'zlari yumilgan muqamchining har bir tiniqida ming bir hasrat ifodalanib, muqamning so'zlari kishilarni chidamliq, sabrlik bo'lishga undaydi. Ig'ir kulfatlarga toqat qilishga chaqiratdi. Anglovchilarni g'iriblik besib, ularning boshlari barg'an seri to'van tushmoqda edi. Muqam to'xtishi bilan Hasan Darvish o'rnidan dast turdi-da, so'rinni yerib o'tib, muqamchining oldiga berib, uning qo'lidan satarni oldi. Bu narsa bugungacha bizga faqat tasallili berib keldi. Biror qitimmi kurashga chaqirib boqmadi. Darvish shundoq dedi-da, qo'lidagi satarni sepidan tutib,
yenideki terek kötügege bir urup peqish qilaverdi. Haloyiq deb o'rnidan turdi Boqi. Biz Nozugumni qutuldirib qelish uchun uzun yo'llarni besib kelgan edik. Kechikibdik. Ammo qisos kechikmaydi. Biz bilan birga intiqom elishga yaraydiganlar yuringlar. Odamlar dürredi o'rnidan turib taloga qarab mangdi. Qiyri sozanda xuddi uyqudan uyg'ongandek bo'lib, ko'zlarini yo'g'on ochganicha ularning orqasidan qarab qoldi. Yigitlar choyxona oldiga chiqib otlanishdi-da, Nozugumni o'ltirish vazifasini o'rindab, ko'raga qaytgan jallodlarning orqasidan shiddat bilan ot soldi. Ko'rak qaytgan cheriklar Boyanday sepiliga yetib kelib, qal'a ichida mehmon bo'ldi. Ular araq-sharaqqa yetarlik to'ygandan keyin Jangjunga hukmning ijro qilinganlik xabarini bugundan qoldirmay yetkazish uchun yana kechalab yo'lga chiqdi. Mas cheriklar ot ustida ig'anglab ketib berishadi. Qaysi birlari mugdaydi. Jallod boshliqining kayfi chog' bo'lib, qandoqdir bir ohanga g'ingshib ketib boradi. Ular Boyanday bilan ko'ra o'tirsidagi bu chig'liq dala yo'lining naq o'tirsiga yetib kelganda, Boqamning yo'shirinib turgan yigitlarning hujumiga uchirdi. Bu ish shunchalik tuyuqsiz yuz berdiki, cheriklar nim ish bo'lganligini tushunib, o'zlarini o'ngshab bo'lguncha tamoman qirilib bo'ldi. Bir qancha minutga bormagan bu upur to'purchilik jimib, egisiz qolgan otlar har tarafga petrab ketganda, Boqam etidan tushib, cheriklarning o'likini orladi. Oy nuri har tarafga qiysaygan chiroylarni, beshi qatlashib yiqilgan otning sag'irsini, texi g'ilipidan chiqishga ulgurmagan qilishlarining naqshlik dastalarini aniq yo'rtib turadi. Boqam jallod boshliqining jasadini izlab topdi-da, qilich bilan uning kallasini kesib olib, otga g'onjug'iladi. Boqamning odamlari shu yerdan qaytganicha kechalab to'p-to'g'ri shaharga kirib, shahar yenidagi do'nga o'rnatilgan darga esib qo'yilgan Nozugumning beshini tushirib olib, uning o'rniga jallod boshliqining beshini esib qo'yib o'tib ketishdi. Tang yo'rganda Boqam o'z yigitlari bilan Qarag'ayliq tog' bag'ridagi keng bir chimanlikka kelib to'xtadi. Ular Nozugumning muborak beshini dala gullari bilan qoplangan mushu uchiqchilikqa dafn qilmoqchi bo'lishdi. Boqam o'z yarining beshidagi qon dog'larini ko'z yeshi bilan yuyib tozlagan edi. Qizning chiroyi yanada nurlanib, qop-qora ko'zlari kulib turadi. Ular qahramonning beshini ko'mib, qabri yeniga yo'g'on bir toshni belgi qilib qo'yishdi. Qabri yen turgan Hasan Darvishning ko'zlari yiroqqa beqib qisilgan bo'lib, uning yoki xiyol surayotganligini yoki yig'layotganligini bilib bo'lmaydi. Bu qizimning hayoti butun bir daston. Xalqimiz o'z qahramonini avloddan avlodga unutmaydi, dedi Darvish oxiri jimjitlikni bozib. Xayr, sadoqatli yorim, dedi Boqam qilichini sug'urib olib. Yenidagi tog' terkining egilib tushgan cho'ng bir shexini bir chepib, shirtida uzib etdi-da, etiga irg'ib mendi. Birodarlarning hammasi otlanishdi. Xo'sh, Hasan tog'a, endi qayoqqa tortimiz? Qo'limizdagi qilichni mahkam tutaylik. Kimiki qilichning dastisini tutishga jur'at qila olmasa, u uning o'tkir tig'iga duch keladi. Otlarning beshini tog' tarafga buranglar. Bu tog'lar ichida Çin xondanligining zulmiga qarshi azimatlar gulxon yiqib turibdi. Biz ularni topaylik. Bu texi qisos elishning boshlanishi, dedi Darvish. Xotima.
Ehtimal kitapxonlar Hasan Darvish bilan Boqiyning keyingi hayotining qandoq bo'lganiga qiziqsa kerak. Ularning har birining hayoti bir kitob bo'ladi. Lekin men bu yerda qisqacha so'zlab o'tay. Hasan Darvish uzun tayiqini qo'liga elib, safar xaltasini mo'rsiga ortib, kishilar orasini arlab, ularni qo'zg'alishga, zolimlar taxtini gumron qilishga chaqirib, yana bir qancha yillardan keyin olamdan o'tdi. Boqam bu ajoyib odamni Nozugum qabrisiga yondashtirib dafn qildi. Aradan yana 30 yilcha o'tdi. Kishilar ichiga tinib ketgan dard alimi g'azab nafratga aylanib biroqla etilib chiqdi. Dehqon arisini, yog'ochchi paltisini, to'mirchi bozg'inini, har kim qo'liga chiqqan qurolni elib maydonga yugurdi. Shu kunlarda kishilar beshiga jirtiq ko'la, uchisiga ko'nrab ketgan uzun janda kiygan bir kishining at ustida botirlarcha jang qilib yurganligini ko'rishdi. Xuddi vafot bo'lgan Hasan Darvish bu ulug' ishlardan ta'sirlanib, yana odamlar orasiga qaytib kelgandek edi. Qo'yuq qara soqolliq bu qo'rqimsiz kishi eng xatarlik joylarga o'zini uratdi. Dushman lashkarlarini rahimsiz qilishlaydi. Bu odamning buningdan 30 yil ilgariki yosh Boqam ekanligi hech kimning esiga kelmaydi. Boqam bu jang kunlarida Hasan Darvishning tavarruk kiyimlarini kiyib otlanib chiqqan edi. Ko'ra yanada bo'lgan bir qitimliq qattiq jangdan keyin kishilar bu odamni yiqilgan holda ko'rishdi. Uning atrofi cheriklarning o'ligi bilan to'lgan bo'lib, bu uning qanchalik qaytmaslik bilan mardona jang qilganligining nishoni edi. U qon ichida yotgan etiga yo'linib qolgan bo'lib, qo'llari qilishning dastisini mahkam tutqunicha qetib qolgan edi. Shu chaqda bu yerga o'lashgan odamlar yeniga otliq bir kishi kelib to'xtab, otdan tushdi. Kishilar to'pi ikkiga bo'linib, oq malahay kiygan baslik bu odamga yo'l ochdi. Bu kishi ajoyib sarkarda Sodir polvon edi. Sodir qahramonning jasdi yeniga kelib, uningga hurmat bilan engishib, uning dushmanga qadalgan peti uchiq qolgan ko'zlarini aloqini bilan silab yumg'izdi va uning qo'lidan qilichini avaylab ilib, to'p ichida turgan bir yigitga sundi. Buni tut yigit, qahramonning qilichi bilan dushmanni odoqqa sur. Kishilar bu jasadni hurmat bilan qo'ldan qo'lga ilib ko'tirishib ketishdi. Bu shahidni yerlikka qo'ydigan chaqda uning qo'ynidan bir parcha xat chiqdi. Xatga Mubada men o'lib ketsam, jastimni shimoliy tog' etikidagi bir jup qabr yeniga qo'yinglar deb vasiyat qilingan edi. Kitobxon, siz mendan ularning qabrisi hozirmi bormi deb so'rarsiz. Yillarning shamollari bu qabrlarning to'pisini uchirtib ketdi. U yerda hozir rang-murang tog' gullari ichilib turibdi. Ammo u 3 kishi tehi hayot. Qahramon tuproqqa ko'milmaydi. Xalqning qalbida mangu yashaydi. Xo'sh, mana shuning bilan Mamtimin Hoshurning Nozugum nomli bu katta tarixiy romanini o'qib tamomladik. Eng oxirgi bölümünü mana shundaq chiroyli manzarada, sap havoda, shunchalik bir go'zal yerda o'qib tugatganligimdan bek mamnunman. Xuddi mushu bugungi kun mushu asarni o'qish uchun bo'lgandaklam tuyuldi o'zimga. Ko'rib turganinglardek o'rin almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki boya o'rmonlikda kitob o'qib yetib, telefonimning batareyasi tugab ketdi. Shuning bilan uyga kelib, biroz batareya qachilab, bugungi planimni bir o'rindab o'tay dedim. Qarong'i tushib ketishdan ilgari.
Қолымда Muhammed Tursun Ahmet Uyghur қалымыды бүткен 100 мәшһүр Uyghur namlıq bu kitap. Bu kitap ikki qism nihoyatda nafis, chiroyli ishlangan. Mazkur kitobga kirgizilgan Nozugum haqidagi bayonda Mamtimin Hoshurning Nozugum degan temadagi povesti asos qilingan. Uningdan boshqa yana nihoyat ahamiyatli bir necha uchur bor. Shuni bir o'qib beray dedim. Xo'sh. Uyg'ur xalqining so'yimlik farzandi, iffatlik, vijdonlik, azaldan davomlashib kelgan Uyg'ur an'anasining eng yuksak, eng javhariy qismiga vakillik qilg'uchi, zolimlarga tiz bukmaydigan, yuksak vatanparvarlik ruhi mujassamlangan qahramon va shoir Nozugum 1808-yillari Qashqarda dunyoga kelgan. Nozugumning asli ismi ba'zi manbalarda Cho'lpongul deyilgan bo'lsa-mu, Nozugum qo'shoqlari va asosliq manbalarda Nozugum ismining o'z ismi ekanligi aniqlandi. Yaqinda e'lon qilingan Nozugumning Qodir yuzi va Nozugum degan tarixida manchingcheriklari Nozugumni izlab yurib, g'urqumishlikdan tepib olgan. Nozugum baturluq bilan qattiq qarshilik ko'rsatgan. U ikki cherikni o'ltirgandan keyin shahid bo'lgan. Keyin xalq Nozugumning nayzlangan holda ko'zi uchuq, ko'k qarab yotgan holdagi jastin topgan. Shu kuni yurt cho'nglari aqillashib masjiddan oq mata elib chiqib, Nozugumni kiyim kechaklari bilan kepallab, cheriklarning keyincha uning jasdini elib ketishidan ansirab, qo'mishliq orsidagi pinhon bir yerga yerlik qo'ygan. Shunga bu qabrni Nozugum nomi bilan atmay, Palandi Cho'kan Mazri deb uzun yil sir saqlab kelgan. Nozugum shahid bo'lib 38 yil o'tdi deganda, Qashqar Buloqbeshidan Nozugumga tuqqan va yurtliqlaridan bo'lib 10 necha kishi iliga chiqib, Nozugumning qabrisini so'rashtirib, Qodir yuzi bo'ri qumishga chiqqan. Bularning ichidagi ustalar jamoat bilan maslahatlashib, Nozugumning qabrisiga gumbaz yasagan deb yozilgan. 2014-yili 5-oyda bir qism yoshlarimiz Nozugumning G'ulji nahiyasi Ara O'stan Yeza Buloqbeshi kentidagi qabrisini ziyorat qilib, sayohat xotirasi va bu qabrning suratlarini Bag'dash va Misranim torlarida e'lon qilgandan keyin Nozugumning qabrisi xalqimiz tarafidan yana bir qaytim ziyorat eqiniga uchirdi. Kunimizda Baqketman degan yerdagi Nozugum qechib yoshiringan Nozugum o'nkiri Qozog'iston chegarasi ichida bo'lgan bo'lib, shu atrofdagi mahallalarda yashaydigan Uyg'ur yoshlari to'y qilsa, Nozugum o'nkiriga alohida berib, Nozugumga hurmatini bildirib duo qilishidi va avlodlarining Nozugumdek o'sib yetilishini Allohdan tilaydi. Demak, mardona va jangovar hayoti orqali xalqimiz qalbida mangu o'rin olgan. Mana shundaq yuksak qimmatni o'ziga mujassamlagan Nozugum Uyg'ur xalqi uchun mangu aslaydigan, mangu ulug'laydigan, mangu o'ginadigan bir o'lgini tiklagan. Mayada pekmi chiroyli bir rasm bor. Kesib qo'ysam. Ma'qul amsa, shuning bilan bu qitimqi kitob o'qish programmamiz oyoqlashdi. Kelar qitimliq yangi asar o'qishda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'ling. Qarong'i tushib ketishdan ilgari o'qib oldim har holda.